Sizlar ham ajrashib ketib zo'r bo'lib ketaman deb o'ylaysizlarmi? Ko'p ayollarni, hozir ayniqsa shu yoshlarni xayolida shu narsa, men ajrashib ketsam zo'r bo'lib ketaman, ishlarim zo'r bo'lib ketadi, hamma narsalarni olib tashlayman yoki bo'lsam menga oq otdagi shahzoda kirib keladi hayotimga deb o'ylashadi. Lekin bu haqiqatda teskarisi. Albatta, yaxshi bo'lib ketgan ayollar bo'lishi mumkin, hayotiga yana ham yaxshiroq insonlar kirgan ayollar bo'lishi mumkin, lekin bu juda ham kam foizda. Turmushi aslida ajrashishdan maqsad ayollarda erkinlikka chiqish bo'ladi. Men erkin bo'lsam, yonimda turmush o'rtog'im bo'lmasa, meni boshqaruvchi kimdir bo'lmasa, men erkin bo'laman, men o'zimga hamma narsaga ruxsat beraman deb o'ylashadi. Aslida bu ruxsatsizligimiz turmush o'rtog'imiz bilan yoki erkak kishi bilan bog'liq emas. Bu bizning ichki ruxsatimiz yo'qligidan. Ya'ni siz ajrashganingizdan keyin bundan ham yomon holatga tushishingiz mumkin. O'zingizga bo'lgan ruxsatingizni, loyiqligingizni o'zgartirmasangiz. Ajrashib hayoti yaxshi bo'lib ketgan ayollar o'zidagi o'sha ishonchi, ruxsatni ocha olgan ayollar. Lekin bu degani hamma o'zidagi ruxsatni ocha oladi, o'ziga ruxsat bera oladi degani emas. Siz agar zo'r bo'lib ketsangiz, zo'r bo'lib ketishingiz mumkin bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan ham oilani saqlab qolib ham bu darajaga chiqish mumkin. Nega biz nimadir oila qurish deyiladi-yu, qurayotgan endi g'ishlab qo'ygan narsamizni buzib, yangi narsa yaratmoqchimiz. Xuddi shu kelgan joyingizdan davom ettirishingiz mumkin. Ajrashish aslida bu muammoning yechimi emas. Ajrashish bu o'zimizdan qochish, bizning qorong'i taraflarimizdan, bizning soya taraflarimizdan qochish, o'zingizni his-tuyg'ularingizdan, o'zingizni ishonchlaringizdan qochib nimagadir erishaman deb o'ylaysiz. Agar o'sha his-tuyg'ularingiz ishlanilmasa, ishonchlaringiz ishlanilmasa, sizning kelajakdagi taqdiringiz yaxshi bo'lib ketish ehtimoli juda ham past va u o'zgarmaydi. Agar his-tuyg'ularingiz bilan, ishonchlaringiz bilan, ruxsatingiz bilan ishlasangiz, hayotingiz o'zgarishi mumkin. Buning uchun ajrashish shart emas. Agar ajrashmasdan turib hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, erkin bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga ruxsat bermoqchi bo'lsangiz, ajrashish shart emas. Bu mavzu haqida yana ham ko'proq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegram kanalimiz bor. Bu ssilka orqali Telegram kanalimizga o'tib, bepul darsliklarimiz bor, o'tib jonli efirlar bo'ladi. Ularga qatnashib, yana ham o'zingizga foydaliroq bo'lishingiz mumkin.